Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Baş ministerimiz Salih Xudayer əpəndi kişilik hüquq qoğduğusu avazlıq hüccətiga Şərq Türkistanның işğal qılınğandan keyinki əhvali, nüfus qurulması və Xitayning vəhşi irqi qırğınçılığı şundaqla xalqara cəmiyyətdən kütgan tələbini o'ttirib qoydu. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Baş ministerimiz Salih Xudayer əpəndi 12 dekabr günü kişilik hüquq qoğduğusu avazlıq hüccətiga Şərq Türkistanның işğal qılınğandan keyinki əhvali, nüfus qurulması, Xitayning vəhşi irqi qırğınçılığı, xalqara cəmiyyətə qoyğan tələbini aytdı. Riyasətçinin siz nima üçün baş minister bo'lib saylandingiz? Nima üçün xalqingiz, cəmiyyətingiz üçün xizmət qilishni o'yladingiz deb so'raganda, men oilam bilan birlikda 2000-yillarda siyosiy musofir sifatida Amerikaga kelib, Oklahomada cho'ng bo'ldim. 2014-yildan boshlab Xitoy Kompartiyasi musulmon, Uyg'ur va boshqa turk xalqini yig'ib, jazo lagerlariga qamadi. 2017-yili mening oilamdagilarni tutqun qilib qamab qo'ydi. Ular uchun bir ishlarni qilish zaruriyati tug'ildi. Tunji bo'lib men Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakatini qurdim. Biz bir ideyadagi yoshlar Amerikada xalqimizning siyosiy va inson haqlarini qo'g'dash, xalqaro jamiyatga irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish, xalqaroning irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishini qo'lga keltirish maqsadida o'rnimizdan dast turdik. Men rahbarlik qilgan Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati Uyg'ur diaspora jamiyatida mustaqillik harakatini qo'zg'ash, davlatlarga irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish, Uyg'ur siyosati qonunini tunishtirish va ma'qullatish qatorliq harakatlarga boshlamchilik qildi. Ularning hammasida natija qozondik. Men Sharq Turkiston diasporasida ko'zga ko'rindim. Sharq Turkiston surgunda hukumatı meni Washington DC'dagi vakili bo'lishga taklif qildi. Men bu yerda 6 oy Sharq Turkiston surgunda hukumatining elchisi bo'ldim. 2019-yil noyabrda chaqirilgan Sharq Turkiston surgunda hukumati umumiy yig'inida mening yosh, iqtidorli va tarbiyalangan bo'lishim sababli parlament meni bosh minister sayladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 2004-yil 14-sentabr kuni qurilgan bo'lib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qildi. Sharq Turkiston Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turk xalqlarining yurti. Tarixiy davlat Sharq Turkiston 1949-yilgacha mustaqil davlat bo'lib, 1949-yili 10-oyda Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, 22 dekabr kuni ag'dirib tashlagandan keyin sistemlik turda ishg'ol va mustamlika harakatini boshlatdi. 2014-yildan boshlab irqiy qirg'inchilikni kuchaytirdi dedi. Sizning hukumatingiz Angliyaning parlament tuzumini asos qilamdi yoki Amerikaning prezidentlik tuzumini asos qilamdi? Siz vakillik qilgan hukumatning sistemasi haqida to'xtalgan bo'lsangiz. Deganida baş ministerimiz Sharq Turkiston surgunda hukumati Angliyaga o'xshash parlament sistemasini asos qilgan hukumat bo'lib, baş minister hukumatga rahbarlik qiladi va kabinet tashkillaydi. Bizning 45 nafar a'zosimiz 14 davlatda yashayotgan Uyg'urlarga vakillik qiladi. 4 yilda bir qatam saylam o'tkaziladi. Bu davlatlarda yerlik saylam orqali yerlik vakillarni saylab chiqadi. Bu vakillar har 4 yilda bir qatam chaqirilgan umumiy yig'inda hukumat rahbarligini saylab chiqadi. 2021-yildan boshlab Amerika hukumati va boshqa davlat va parlamentlar Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga boshladi. 2020-yil oktyabrda tunji bo'lib Kanada parlamenti irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. 2021-yil yanvarda Amerika hukumati, undan keyin Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chex, Angliya, Yevropa parlamenti irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Hech qanday musulmon davlatlari irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib boqmadi. Turkiya nurg'ulg'an Uyg'urlar yashaydigan Uyg'urlar bilan diniy e'tiqodi, tili va madaniyat jihatda o'rtoqlikqa ega davlat bo'lib, Xitoy bilan strategik hamkorlik munosabati bo'lg'achqa irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmay qolmay, Xitoyning bostirishiga yordamlashdi dedi. Sizningcha insonlar Uyg'urlarni tanimamdi deb so'raganda afsus, balki insonlar ta'limimizga qarshi Sharq Turkiston va Uyg'urlarni bilmaydi. Nurg'ulg'an hukumatlar bo'libmi musulmon davlatlari Xitoy bilan quyuq siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatganlikdan hukumat va axborot sukut qildi. Xalqi Sharq Turkistonda nimalarning bo'layotganligidan xabarsiz qoldi dedi. Musulmon davlatlari va xalqining xarakteri qandoq deb so'raganda bir og'iz gapga yig'inchoqlaganda Xitoy bilan bo'lgan quyuq iqtisodiy va siyosiy munosabat sababidan zulmga sukut qiladi. Amaliyotda Xitoy insonlarga emas, dinga jang e'lon qilib, islomni ideologiyalik virus deb jakoladi. Sharq Turkistondagi 16 ming masjidni chaqdi. Millionlagan Qur'onni, diniy kitoblarni ko'ydirdi.
Musulmon davlatlari e'tiqodini sotdi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishga sherik bo'ldi. İkiyüzlümçilik qildi. Musulmonlar musulmon qarindoshlari zulmga uchraganda hech ish qila olmasmi, so'zlash orqali qarshilik ko'rsatsa bo'ladi. Afsus, musulmon davlatlari bunimi qilmay Xitoyning zulmini qo'lladi dedi. Sharq Turkistonning irq va milliy demografik, ya'ni nupus qurilmasini qanday o'zgartganligi haqida so'ralgan savolga javoban 1949 yildan e'tiboran Xitoy mustamlaka yurgizish orqali Sharq Turkistonning demografik qurilmasini o'zgartirishga boshlagan bo'lib, 1949 yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilganda turk xalqi Sharq Turkiston nupusining 95%dan ortiq qismini, Xitoylar 4%ni egallaydi. 1954-yilga kelganda Xitoylar nupusining 10%ni, turk xalqi 90%dan ortiqni egalladi. 1960-yilning oxiriga kelganda Xitoylar 30%ni egalladi. Boshqa Turkiya xalqlar 70%ni egalladi. 2022-yilga kelganda turk xalqining nupusining 35% ekanligi, Xitoy nupusining 40%dan ortiqligi mo'ljallandi. Xitoy asosliqi shimol va sharq tarafining nupus qurilmasini o'zgartdi. Nurg'ulg'an ortiq Uyg'ur emgak kuchlari ichkariga yo'tkaldi. Ichkaridan millionlagan Xitoylar hukumatning turalg'i bilan ta'minlash va ishga o'rinlashtirish, ayollarga haqsiz o'ylab qo'yish, naq pul berish va'dasi bilan Sharq Turkistonga ko'chirildi. 10 mingdan ortiq Uyg'ur ayollari Xitoylar bilan to'y qildirildi. Nupus umuman o'zgartirildi dedi. Kundalik turmushdagi ma'rif sistemasining qanday ekanligi so'ralganda, 2000-yildan boshlab Xitoy taxtinliq ma'rif programmasini yo'lga qo'yib, maktablarda Uyg'ur va boshqa turkiy tillari bo'yicha tarbiyalashni chekladi. 2003-yildan boshlab 18 yoshdan tuvan har kimning diniy ta'lim-tarbiya olishini chekladi. O'quvchilar va hukumatda xizmat qilayotganlarning har qanday diniy faoliyat bilan shug'ullanishini chekladi. 2014-yildan boshlab Ramazon ibodatlarini chekladi. 2016-yildan boshlab masjidlarni taqash va cheqishga boshladi. Jami 16 ming masjidni cheqibdi. Diniy faoliyat bilan shug'ullangan, diniy tusni olgan kiyimgacha kiygan har qanday insonlarni lagerlarga qamadi. 850 ming Uyg'ur va boshqa turk xalq bolalarini sodiq Xitoy qilib yetishtirish uchun davlatning yatoqliq maktablari va darultamlariga qamadi. Maqsadi Uyg'urlarni, turklarni yo'q qilib etish. Hatto assalomu alaykum degichilarmi terrorchi deb qaraldi. Muhammad degan ismni qo'yishmi oshqulliq hisoblandi. 2017-yildan boshlab 1 milliondan 2 milliongacha Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylariga Uyg'urlarni kuzatish uchun avatdi. Ular Uyg'urlar bilan birga yashadi, Uyg'urlarni kuzatdi. 0 numurdan 100 numurgacha darajalantirib, hatto 90 numur olganlarni iddiasida masala bor deb qarab lagerlarga qamadi. Xitoy kadrlari Uyg'ur ayollarga bosqinchilik qildi. Rad qilganlarni oshqun deb turma va lagerlarga qamadi. Uyg'ur va boshqa turk xalqining telefonini tekshirdi. Bir naydan yoki bir o'rindan yana bir nayiga yoki o'ringa bormoqchi bo'lgan bo'lsa, alohida ruxsat olish talab qilinib, xalqning erkinligini bo'g'di. Milliy imoratlar chiqilib, o'rniga Xitoycha fasondagi uylar almashdi. Uylarga Mao va Xi Jinpingning rasmi esildi dedi. Qanchalik Uyg'ur Sharq Turkistondan ayrildi? Xalq davlatdan ayrilishni xohlamdi yoki majburiy ayrilamdi deb so'raganda, diasporada kam degandimi 1 million Uyg'ur yashaydi. Ularning ko'pragi O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlariga, Turkiyaga markazlashgan. 20-30 mingdan ko'pragi Yevropada, 10 mingdan 15 ming nafari Shimoliy Amerikada yashaydi. Xitoy hukumatining aytishicha, Sharq Turkistonning nupusi 2022-yili 25 million bo'lib, Uyg'ur va boshqa turk xalqi 13,5 millionni, Xitoylar 11 millionni egallagan. Tarixiy xotirlarga qaraganda 1912-yili Sharq Turkistondagi turk xalqining nupusi 12 million bo'lib, 1934-yili 14 million bo'lgan. 1947-yili Sharq Turkiston Jumhuriyatining Urumchidagi Amerika elchixonasiga sungan hujjatda xotiralanishcha, Sharq Turkistondagi turk nupusi 7 millionni egallagan. 1949-yili Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin Mao'ning statistikasiga asoslanganda turklarning nupusi 9 millionni egallagan. Bizning farzimizcha Sharq Turkistonning ichida 35 milliondan 40 milliongacha nupus bor. New York vaqti e'lon qilgan oshkorlangan hujjatlarga qaraganda 3dan 1 qism Xitoy nupusini ko'chirgan. Ya'ni nupusning 3dan 1ini xitoylashtirgan. Amerika hukumati va boshqa aqllar ambirining mo'lchiriga asoslanganda 20 dan 25 milliongacha Uyg'ur bor dedi. Oilasidan ayirib etilib, yatoqliq maktablarga avatilganlarning ma'lum vaqt cheklamasi bormi deb so'ralgan savolga, davlatning yatoqliq maktablari va darultamlarga avatilgan bolalarning chiqqanligiga doir hech qanday isbot yo'q. Sunlarga qaraganimizda yatoqliq maktablar va darultamlarning jazo lagerlaridan farqi yo'q.
u yerda butunlay ixtay qilib yetishtirilmoqda dedi. Jazo lagerlariga yosh avlodlarning ichida lagerlarda o'ldirilganlar bormi degan savolga Uyg'ur bolalar lagerlarda o'ladi. Dokladda aytilishicha, nurg'ulg'an Uyg'urlar lagerlarda o'zlarini o'ldirib olgan. Undan keyin acharchilik, uzuqlik yetishmaslikdan kelib chiqqan kasalliklar bilan o'lgan. Ular o'qituvchilari tarafidan yoki Xitoy yetakchilari tarafidan tayoq yeb o'lamdi yoki qandoq o'ladi, biz buni rostilla bilmaymiz. Ba'zi bolalar supini ichib olib o'lgan. Shuningdek, o'zini o'ldirib olgan ahvollar ma'lum dedi. O'xshamagan hukumatlar Uyg'urlarni nima bilan ta'minladi deganida, hozirga qadar Amerika hukumati va boshqa g'arbdagi davlatlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunudi. Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mahsulotlarning importini cheklash qonunini yo'lga qo'yishi yaxshi ahvol. Biz hukumatlarning Uyg'ur musofirlarga panohlik vizasini berishini, makonlashtirish orqali Xitoyga qaytarilish xavfining oldini olishini talab qilamiz. O'rta Osiyodagi davlatlar Xitoy bilan quyuq munosabat o'rnatgan bo'lib, Turkiya bilan Pokiston zich hamkorlik munosabati ichida. Biz davlatlarning Xitoyga siyosiy va iqtisodiy besim ishlatishini, diaspora jamiyatida demokratiyani kuchaytirishini, surgunda hukumatning qurilmasini kuchaytirishini, diplomatiya va bexatarlik qatorliq jihatlarda tarbiyalab, mahorat yetildirishga yordam qilishini, diplomatlik qo'llashini, xuddi Tibetni e'tirof qilgandek Amerika va Yevropadagi davlatlarning Sharq Turkistonni rasmiy turda besilingan davlat deb e'tirof qilishini, Tashqi ishlar ministrligining Sharq Turkiston uchun moslashtiruvchi xodim bekitishni, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashini talab qilamiz. 100 yillik tariximiz shuni tushundirdiki, mustaqil davlatimiz bo'lgandala bizning demokratiya, diniy e'tiqod va mavjudligimiz kafolatga ega bo'ladi. Shunga xalqaro jamiyatning bo'libmi g'arbdagi davlatlarning Sharq Turkistonning ichki o'z-o'ziga xo'ja bo'lish huquqini qo'g'dab, Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishini, surgun hukumatning qurilmasini kuchlantirishini talab qilamiz dedi. G'arbdagi davlatlarning Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish ahvoli haqida so'ragan savoliga G'arbdagi davlatlardan Belgiya va Germaniyaning bir jup Uyg'urni topshirib berganligini, boshqa davlatlarning irqiy qirg'inchilikdan qochgan Uyg'urlarning panohlanishi uchun bexatar ekanligini, O'rta Osiyodagi Turk Jumhuriyatlari va Pokiston, Saudiya Arabistoni, Qatar, Misr, Turkiya qatorliq davlatlarning Uyg'urlarni Xitoyga topshirib beradiganligini, bularning Xitoy bilan bu haqda kelishim tuzganligini, buning sababining Xitoyning terrorchi, oshqin qatorliq yolg'on bahonalar bilan hatto xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolni qo'llanib tutish buyrug'i chiqarish qatorliq hiyla-mikr qo'llanganligini, musulmon davlatlarni o'z ichiga olgan nurg'ulg'an davlatlarning Xitoy bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlik o'rnatganligi va kishilik huquqiga ahamiyat bermaydigan an'anasi bo'lganlikdan Uyg'urlarni Xitoyga topshirib beradiganligini aytdi. Bir balvoq bir yo'l qurilishidagi Sharq Turkistonning ahamiyati haqida so'ralgan savolga Sharq Turkiston Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining ultishi bo'lib, Sharq Turkistonsiz bir balvoq bir yo'l qurilishi muvaffaqiyat qozonolmaydi. Sharq Turkiston Xitoyni O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo, O'rta Sharq, Yevropaga tutashtiradigan muhim o'tkal, temir yo'l, tosh yo'l va turba yo'llari Sharq Turkiston orqali Pokiston va Janubiy Osiyoga tutishidi. 40 milliard dollardan ortiq mablag' so'ralgan Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori Sharq Turkiston va Balojistondan o'tadigan bo'lib, Balojistonmi Xitoyning vahshiyliklariga uchraydi dedi. Seg'inish. Abduri Mamtili Tevfiq. Ana yurtdan ketdim yiroqqa, yurdim yiroqda g'amdiman. Yegudek oshnon qini, issiq sug'oqda dangdiman. Qaldı el yurt, qaldı tarım, qaldı ili zarabşan. Ushbu vatan g'imida ko'nglim mening perişan. Nega borsam kamsitish, vatansiz deb ataldim. Tutqun bo'lib har joyda turmalarga qamaldim. Vijdoni ham imoni yo'q, bek xo'jam har joyda bor. Qag'i quzg'un xon vatanda yozdimu bo'lmas bahor. Ko'z yeshim yomg'ir bo'lib oqar kunda to'xtamay. Bulang talang bo'lgan vatanda men tevfiq qandoq qilay? Vatanim, g'amguzorim, mehribonim ona yer. Alimimda tangdoshsiz sharqdiki bir go'har. Her günün ötdi baxtsiz bu qorong'u zulmatda.
Fen bilimni terk etib, yattın uyqu g'aflatda. Istitek ichra qoldi, elvatan hali xarob. Tarz emas naqshsoz bizga, satar sunay tuttar javob. Ey vatanim boylig'im, ko'ngil shodi yaylig'im. Sen uchun fido o'g'ilman, taxtim sana barlig'im. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögünanlar için köp rahmet. Keler kıtımkı programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysızlar.